Nilufar Usmonova haqida nima dey? Nilufar Usmonova haqida nima dey endi? Nima dey? Bechoraga ham qiyin. Onasi o'lgandan keyin Mansur bilan suditsa qiladi hali. Biznesda u yoqqa tortishadi, bu yoqqa meni aytdi, eslab qolinglar. Men gadalkaman-ku, namashva. Namashva. Hali Yulduz opa o'tib ketgandan keyin Mansur bilan Nilufar rosa tepdi bo'ladi, qarab turinglar. Uy talash bo'ladi hali. Mansur bekorga yuribdi deb o'ylaysizlarmi, alfonslik qilib. Hali shunaqa janjallarni ko'rasizlar YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da. Mansurni sudga berdi Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonovani ko'chada otib ketishdi. Nilufar Usmonova sochidan sudragan. Mana shunaqa narsalar bilan hali shoshmay turinglar. Mansur ham jinni masum deb qolib ketibdi Yulduzdan keyin. Ozoda Nursaidova haqida gapiring. Ozoda Nursaidova endi men sizlarga gapirib beray. Shuni anchadan beri gapiraman dedim, gapira olmay o'tirdim. Hozir Ozoda Nursaidova xalqning oldida men haq bo'lib chiqdim, xalqning oldida tuhmatga qolib ketdim deyapti-da. Bu yerda tuhmat nima? Xalq mana 2500 ta odam o'tiribdi. Bu yerda tuhmat nima bo'lgan? Men aytganman Ozoda opaga, nimaga 4 oy yashirib o'tirdinglar deganman. Nimaga 4 oy jim o'tirdinglar? Ommaga chiqib ketmasin, ommaga chiqib ketmasin, ommaga chiqib ketmasin deb qo'rqdinglar deganman, to'g'rimi? Hamma joyda video Ozoda oqlandi. Lekin Ozoda opada mana xalqdan yashirdi degan tamg'a baribir ham qoldi. Hech qanaqa poqlanish bu yerda bo'layotgani yo'q. Sabrina prosta qo'rqqanidan sahnaga chiqib kechirim so'rab qo'ydi xolos. Prosta O'zbekistonda yashashi bor, boshqa kliplarda tushishi bor. O'shandan qo'rqib prosta kechirim so'rab qo'ydi sahnaga chiqib. Все. Чтоб och qornim, tinch quloqim jim yuray deb. Lekin tamg'ada qoldi-da, skrilishi. Keyin men даже ommaga olib chiqib janjal qilib, urush qilib, voydod deganimda ham yugurib borishmasdan o'sha shov bo'lib ketgandan keyin izlashga tushishdi. Lekin o'shalar olib bergan kvartirada yashaydi, hech kim bormadi-yu. Janjalda birinchi kuni hech kim bormadi orqasidan Sabrinani. Hech kim bormadi. Ikkinchi kuni ham hech kim bormadi. Nimaga hamma yo'qqa chiqib ketgandan keyin hech kim bormadi. 4 oy shu qizga hech kim operatsiyaga pul bermadi, yo birorta движение bo'lmadi. Ha bo'ldi. Birorta движение bo'lmadi, hech kim harakat qilmadi. Men ommaga olib chiqqanimdan keyin hamma janjal, hamma urush bo'lib, hamma voydod faryod bo'ldi. Atak даже qo'lini bunday qilib qo'ymasdi Ozoda opa. Даже bunday ham qilib qo'ymasdi qo'lini, agar janjal urush bo'lmaganda. Shu $15,000 operatsiya pulini ham po'xti ham bermasdi. Ommaga chiqib ketmaganda. To'g'rimi gapim yo noto'g'rimi? Bu yerda nimaga Ozoda opadan, Ozoda opani Sabrina chiqib, Ozoda opani yuzini oqlab qo'yish uchun men sahnaga chiqdim. Nimadan yuzini oqlaydi? Nimadan? To'shda 4 oy xalqdan yashirganiga oqlaydimi? Men tushunmadim. Shuni gapiraman dedim, qo'y deb indamay qo'yirdim. Yopiq qozon yopilgicha qolaversin deyishdi, bo'pti, mayli deb yopilgicha qolaversin dedim. Ozoda opa baribir insof tariqasida bu qizni ommaga olib chiqmadi-ku. Meni klipimda shunaqa avariya bo'lib ketdi. Yordam beraylik, odamlar kelinglar, qo'llab-quvvatlaylik deb Ozoda olib chiqmadi-yu, men olib chiqdim-ku. Hamma ommaga olib chiqqanlarni bittalab sudga berib, prokuraturaga chaqirtirib, hammani yopdi qildirdi. Menikini yopa olmadi. Men baribir ommaga olib chiqavergandan keyin to'lab qo'ydi o'sha. Все. Atak to'lash niyati yo'q edi, hecham. Uy podarkaga keladigan bo'lsak, Ozoda opa Sabrinaga uy podarka qildi deb hamma yo'qdan chiqib ketyapti. Vobsheta boshida Nilufar bilan men gaplashganimda hech qanaqa uy beramiz deb aytilmagan. Hech qachon. Naborot aytgan, ular bizdan uy trебовать qildi, mashina trебовать qildi, bizni onasi dugonasiga telefon qildirtirdi. Mana голосовойлari ham bor, uy so'rab yozganlari. Uy so'rab yozdi, telefon qildi, qo'shnilar telefon. Sabrinani o'zi ham aytgan. Uy so'rab qo'shnim qarindoshimiz endi bu invalid bo'lib qoldi, uy qilib bermaysizlarmi deb aytgan deb. Так что bu yerda Ozoda opada o'sha tamg'a qoldi, odamgarchilik yo'q ekan degan tamg'a baribir ham qoldi. Что yashirib qo'yib, endi hamma menga tuhmat qildi deb yuribdi.
odamiylik sifatidan biz tushunamiz, что klipda siz zakaz qilgansiz, zakaz uni sigaret zakaz qilsangiz ham sigaret olib kelayotgan odam avariya bo'lib ketsa ham menga olib kelyotgandi-ya deb, voy sigaretni menga olib kelyotgandi-ya deb vijdoni qiynaladi odamda, to'g'rimi? Любом случае bunday olib qaraganda. Uy bermagan yaxshi bo'ldi. Da, endi men tushundim. Xudoyim ne просто так jazo berar ekan, ne просто так invalid qilib qo'yar ekan. Endi men tushundim. Просто cho'milib yurish kerak ekan ba'zida. Jasmin haqiqatni gapiradi har doim, to'g'ri. Qozog'istondan от души Jasmin, salom Jasmin. Assalomu alaykum Qozog'iston, assalomu alaykum. Mohina bechara oxirigacha turib berdi. Mohina bechara oxirigacha turdi. Oxirigacha men qo'ying desam ham, yo'q, men oxirigacha olib borib qo'yaman deb. Atat u qiz bilmaydi baribir. Baribir bilmaydi u qiz. Yaxshilikni umuman bilmaydi. Menga bugun kim telefon qildi desanglar? Kim telefon qildi desanglar-chi? Yaxshilikni ko'ti teshik deb bekorga aytmaydi. Masjidda yotgan xotin esinglardami? Masjiddan olib chiqib davolab O'zbekistonga davolashga jo'natdik. O'sha xotin chiqibdi bugun menga. Yaxshilik qildingizmi? Oxirigacha olib borib qo'ying, men bilmayman. Qanday xohlasangiz oxirigacha olib borib qo'ying. Men ko'chada qolib ketdim. Davay, yordam to'pla odamlardan deydi. Men bilmayman, nima qilsang qil, davay. Idishda og'ayni yig'ishtirib tez meni oyoqqa turgiz deydi. Astag'firulloh, tavba qildim. Shunaqa odamlar ham bor. Yaxshilik qildingmi, endi oxirigacha olib borib qo'y. Davay, men bilmayman, qaydan pul olasan, nima qilasan, xalqdan to'playsanmi, bilmayman deydi. Tavba. Yulduz Usmonova bilan yarashing. Yulduz Usmonova bilan hech qachon urushmaganman. Yulduz Usmonovani san'atini juda ham hurmat qilaman. Lekin xalqimizga bo'layotgan atnosheniyasini men o'ldirib qo'yasizlarmi, yomon ko'rasizlarmi? Men faxrlanaman o'zbeklardan. O'zbeklardan faxrlanaman, lekin Yulduz Usmonova chet elga chiqib olib biletlarini 500-600 dollardan sotyapsa, g'ashim keladi. Xalqimizga просто Moskvaga zo'rg'a kelishib ishlayotgan, zo'rg'a shuncha dokumentga yugurib, qiylanib yurgan xalqimizga shunday arzongina bilet qilib konsert qilib ber, ular bechoralar ham dam olsin. Shunaqa narsani ko'rsam, meni davleniyam oshib ketadi. Yulduzli konserti billat 150 dollar, 200 dollar. O'zi oyligi kichkina. Hozir patentni yana 15 mingga chiqarib qo'ygan Rossiyada. Atak Yulduzga hech ham qarshiligim yo'q. Yulduz bechoraga ham qiyin. Yulduz bechoraga ham qiyin. Bunday qilib ikkita barmoqni olib, bunisini tishlasa era, bunisini tishlasa qizi. Ba'zida tushunmayman. Lutchi nima Makka umra ziyoratlariga qizini olib ketsa bo'lmasmiki, erini iPhone sudrab yurmasdan. Hayron qolaman shu vaziyatlarga ham birarda. Bechora qiziku yig'lab qoladigan orqasidan shamini yoqib o'tiradigan. Erkaklarga ishonib bo'lmaydi. Erkaklar sirazi uylanib, boshqasini topib, sirazi uylanib ketadi. Sitora Farmonovani kutinglar. Men gadalkaman-ku, yangiroq, chiroyliroq, go'zalroq aktrisa chiqsin, sirazi Sitora Farmonovani ko'tiga tepib haydaveradi. Nimani? Direktori nima edi? O'la. Xonsaroymi? Xonsaroymidi? Xonsaroyda direktor ko'tiga bir tepib haydab yangisiga uylanib oladi. 4-chi-yu, 5-chisi ham uzoqda emas, hech xavotir olmanglar. Hozir baxtli bo'lib turaversin, uy-puy oldirib olsin. Rostdan nima ish qiladi? Nima ish qiladi eri? Rostdan Alfonsmi deysiz? Nima ish qiladi? Qayta ko'rgansiz ish qilganini, biror joyda ishlaganini qayta ko'rgansiz? Nilu Mansurni rosa hurmat qiladi-yu.
Biz ham onamiz tirikligida aka ukalar, opa ukalar hammamiz bir-birimizni rosa hurmat qilardik. Janna Friski tirikligida dadasi bilan Shepilov ham juda ham bir-birini hurmat qilishardi. Janna Friski o'lgandan keyin bilasizlar nimalar bo'lganini. Qanaqa janjallar bo'lganini eshitgandirsizlar. Короче, пока ona tirik, пока uyda ushab turadigan, uyda vaziyatini shunday ushab turadigan odam tirik, hammasi yaxshi bo'ladi. Atak Yulduz Usmonova ko'p yashasin, iloyim. Bir narsa bo'lgandan keyin shunaqa janjallar boshlanadi. Shunaqa janjal bo'ladi, uy talash bo'ladi. Nilufar ham jin emas-ku, onasini uyini Mansurga berib qo'ygani. To'g'rimi? Lil Xuramovning temasi nega jim bo'lib ketdi? Lil Xuramovning temasi endi Munis opa iltimos qilib aytdi, mayli Jasmin, shu bechora o'zi yakka uyda o'zi yakka tirikchilik qiladi, onasini qo'llab-quvvatlaydi. Shuni gapirmang degan uchun bo'pti, mayli. Gapirmayman deb gapirmay qo'ydim. Marat masheynik deyishyapti, rostmi? Hech qanaqa masheynik emas. Men transvestit. Agar uy olsam, единственный men Marat akadan olaman. Nimaga? Потому что u yerda Shahzoda opani yuzi bor. Shahzoda opa hech qachon birovni puliga yo'l qo'ymaydi aldanib qolishiga yo yolg'on bo'lib ketishiga. Marat aka ham hech qachon yo'l qo'ymaydi birovni aldanib qolishiga. Ana Star House'da bo'lgan situatsiyadan bechora aldangan odamlarni o'zi Marat akani yuzi qilib, Star House yuzi qilib оформлять qilishib, Dubayga borib kelguncha shap podpislarni almashtirishib, shap etib Marat akani haydab borishib, Marat akani vinovat qilib qo'yishgan. Atak uy olsam, Marat akadan olardim men realni. Gapirib o'tdiz-u Lilda. Endi men o'zim мнением gapirib o'tdim-da. Endi men tilim qichiydi-da baribir. Kimga va'da berib qo'ysam ham baribir ham tilim qichiydi. Ozgina tegib o'tib ketishim kerak. Chiroyli bo'lib ketibsiz. Maratni uyi rosa chekka joylarda. Между прочим, skoro Toshkentda chekka joy qolmaydi asalam. Chekka joy umuman qolmaydi. Eng rivojlangan joylar bo'lib ketadi hali yurtlar. Oy deb lol qolib ketasiz. Bunday qilib, "Oy, Star House kadastrimi bermayapti, Jasmin. Star House kadastrimi chiqarmayapti, Jasmin" deb qolib ketasiz keyin. Voy, efirda aytib o'tib ketay. Fazliddinni tanishlari bo'lsa, Elyorbekni tanishlari bo'lsa, zapis ekran qilmanglar, to'lqon. Yetkazib qo'yinglar prosta. Fazliddin bilan Elyorbekni tanishlari bo'lsa, оказывается, menga ptichka qulog'imga kelib chip napela. Ular sikishib yurgan bola VICH kasal ekan. Между прочим, Fazliddin u bola bilan без prezervativ sikishib yurgan. Videolarini ko'rganman. Og'ziga olib yurgan, sikishib yurgan, yetkazib qo'yinglar, tez borib analiz topshirib o'zini tekshirib olsin. Оказывается, Fazliddin sikishib yurgan bola, Elyorbek Melibayev sikishib yurgan bola VICH kasal ekan. Если что. Shunaqa Toshkentdan to'g'ri qulog'imga informatsiya yetib keldi. Shuni обязательно yetkazib qo'yinglar. Fazliddin bilan Melibayevga обязательно borib, yugurib borib analiz topshirishsin. Da, men bittasiga aytdim-ku, nimaga beryapman deb, ekspertizaga beryapman dedim-ku peripiskani. O'shanda bitta hammasini tekshirib chiqqanimizdan keyin u bola o'yladiki, meni tanimaydi, rasmim ham yo'q, bilmaydi deb hali sekretni chatdan yozib yurdi-da. Tekshirsak, u bola ham VICH ekan, spid ekan. Astag'firullah, tuhmat qilmanglar deydi. Voy, opajonim, bu yerda tuhmat yo'q. Fazliddinni ves O'zbekistonda bizni futbolniy komandadagilar hammasi biladi. Nima qilaman yolg'on gapirib? Elyorbekni ham, Fazliddinni ham, hamma futbolniy komandadagi hamma bilar ekan.
Hamma biladi, hamma taniydi, hamma biladi ko'tiga berib yurishini. Vich'dan o'ladimi? Конечно. Это virus immunodefitsit. Domrobotnitsa oldingizmi? Domrobotnitsa oldim, lekin menga cho'ta yoqmaganga o'xshadi, потому что biz generalniy уборкаga 3000 lir to'laymiz, $100. Легкий уборкаga 2000 lir to'lardim-da har haftada 6 marta, 5 marta chaqirardim. Lekin uyda generalniy уборка bo'lmagan, lira 3000 berib yuboribdi. Ahad Qayum temasi nega tinchib ketdi opa? Ahad Qayum akasi потому что chichivardi-yu, videolarda o'chirib yubordi-yu, yo'qotaman deb chiqdi. Shunday o'zini yo'qotishvardi-yu. Shunday qilib stoyka qilib qo'yishib turib, ko'ttingga barmoq ursa ho'l bo'lmaydi, bilad dedi. Shunday videolarda o'chirib kechirim so'rab chiqdi-yu. Azobdanma. Ahad aka bilmadi-da biz ham prostoy odam emasligimizni. Ahad aka o'ynashib qo'ydi. Keyin shunday odamlarning oldida stoyga turdi-da, uzr deb chiqdi-yu. Uzr, meni kechiringlar deb. Azobdanma, sendan qolgan dil yara. Mushukcha nima bo'ldi? Mushukcha shuncha pulim ketdi, shu bechora oyoqqa turib ketsin deb turmadi. Steklo yegizdirishib yuborgan ekan. Boshida juda ham qattiq anaqa lat yegan ekan miyasi. O'rnidan ichlari tuzalib ketdi, qon ketishlar to'xtasa ham baribir o'lib qoldi. Oxirgi kuni juda ham og'ir bo'lib qoldi, keyin o'lib qoldi. Shu vaziyatni aytib chiqqanimda bitta qiz menga telegramimga yozib qoldi. Xohlasangiz mushuk podarka qilaman, berib yuboraman dedi, olib keldik. Yo'l kirasini o'ziga $250 ketdi. Dokumentlariga $100 ketdi, yo'l kirasiga $250, $350 tushdi mushuk olib kelish. Shunaqa gaplar. Chimadan qayerdan olsa bo'ladi? Chimadanni men Koreyadan olib kelishgan ekan. $500dan $1000 ikkita oldim. Bittasi rozoviy, bittasi seriy. Rozoviysini o'zimga oldim, seriyini Malohatga berdim. Shunaqa gaplar. Nima deb o'ylaysiz? Lil skanmi? Vazik. Yo'q, ikkosi ham qiz bola-ku. Ularga qo'toq kerak-ku, ikkosiga ham. Fazlidan uzoq sikitirishni yaxshi ko'radi. Katta qo'toqlarga uzoq sikitirishni yaxshi ko'radi. Lilam xuddi shunaqa. Bular ayollar-ku, ikkalasi opa-singil. Qanday qilib ular sikishadi, bir-biri bilan sikishmaydi. Lil хотя бы bildirmay passiv, a Fazlidan вообще konchiniy passiv. Tugab ketgan passivlardan. Oy. Boyuz nechi metr? 76. Munjarani narxini ayting. $550 ga oldim. Menga Munisa Rizayeva podarka qildi u nimani Munjarani. $550 ga oldi Munisa opa. Keyin dugonam ham oldi, Mohina ham. Ikkalamiz одновременно bir kunda qildik. Lekin u qiz juda ham ko'p yeyapti ekan. Men unaqa yemayapman asoba. Asoba emas, вообще yemayapman. Вообще. Manzura haqida gapiring opa. Manzura endi hech qachon erga tegmaganman, unaqa deb dod faryod qilyapti-yu, Alfonso oldiga olib, lekin 3 marta ofitsialniy erga tekkan nikohlik. Rayhon, men uvajat qilaman Rayhonni. Rayhon baxtli oilalardan biri. Rayhon juda ham baxtli, muhabbatli ayol. Abror Muxtor yonini oldi-ku uni. Kimi yonini oldi? Kimi yonini oldi? Abror Muxtor har doim gey dugonalarini yonini olib yuradi-yu. Abror Muxtor o'zi ham Mocho-ku, Mocho. Laqabi geylarning ichida Abror Muxtorning Mocho.
Yor aytib bering. Yorlar aytmang qulog'imga. Men baxtga yengildim ulallar. Aytmang qulog'imga. Munisani ko'tini yalab yurasan o'zi. Munchapani yaxshi ko'raman, конечно, yalayman. Yalasam Munisdek ko'tni yalayman. Opa. Kimikini yalay? Munisnikini yalayman-da, top zvezdanikini. Qaydi yo'q qing'ir qishiqlarni yalayman. Itga kerak yo'q qo'shiqlari bilan. O'zidan primadonna yasab olganlarnikini yalayman. Qarib qolganlarni. Jasmin salom Toshkentdan Nilufar. Salom. Assalomu alaykum. Yorlar aytmang qulog'imga. Kim aytgan edi? Esimdan chiqib qoldi. Munisani sanga qo'yilim etmadimi degan qo'shig'ini aytib bering. Senga qo'lim yetmadimi? Senga nolam yetmadimi? Taqdir senda, taqdir menga. Balki nasib etmadimi? Shunaqa gaplar. Endi meni tatgan gullar solib yo'q bo'ldi. O'rtamizdagi bu tuyg'u. Ulug'bek Rahmatullayev haqida gapiring. Endi opalarim haqida gapirishni xohlamayman. Sardora Bonu, Sardorxon, Sardor nima edi familiyasi? Sardor opam, Samandar opam, Ulug'bek opamlar haqida gapirishni xohlamayman. Umuman. Uzoqov opam haqida, izvrasheniy kampirlar haqida gapirishni xohlamayman. Bitta futbolning komandasida bitta to'p tepishayotgan odamlar bilan gaplashishni xohlamayman. Hamma cho'choqlarga topasiz chora. So'rsangiz xorligu zorlik nachora. Yaxshiyam sizni sikkan pocham bechora. Qo'shig'in eshitaylik hosiylarni keling. Feruza Jumaniyozova haqida gapiring. Voy, Jumaniyozova yo'q bo'lib ketdi-yu. Все, unuting. Unutilgan artistlarni gapirmang bu yerda. To'pdagi artistlarni gapiring. Nima qilasiz? Yo'q bo'lib ketgan artistlarni gapirib. Yo'q, все, gumdon, obin, Allohu akbar. Assalomu alaykum Jasmin, yaxshimisiz? Ko'kosh yaxshi, xudoga shukr. Yaqinda Turkiyaga keladi, xudo xolasa. Million guruhi O'zbekistonda men Manzurani и Million guruhini ненавижу. Зачем они существуют, я не понимаю. Davron Qabulovni ko'nglim ayniydi ko'rsam. Qayt qilib o'rgim kelib ketadi. Vashcha ko'rsam, turqi sovuq, непонятный, неадекват odamni ko'rsam ko'nglim ayniydi. Kaniz opani prikol qilib chiqqandan beri itdek yomon ko'raman uni. Kim mashhur bo'lsa gay devotdi deb chiqdi Abror Mocho mashhur. Fazliddin, во-первых, известный emas, mashhur emas. Melibayevda agar men ko't demaganimda it qo'shig'ini eshitmayotdi. Даже esdan ham chiqib ketdi. Kim o'zi u? Oddiy dешевый $50 tamadalar ikkosi ham. Fazliddin ham, Elyorbegi ham. Ko'tiga siktirganda ko'tiga siktirsin deb sizlar bilib olinglar. Bu ko't o'g'illaringlarni yaqinlashtirmanglar. Ertaga o'g'illaringlarni ham $100 beraman, meni sikib qo'ying demasin deb aytdim.
Ular zvezda emas. Ertaga bugun erta chiqib turishibdi. Men gapirish to'xtatganimdan keyin it ko'rmay qo'yadi ularda. Rostdan ham. Men sizlarga har doim aytaman, u X Factorda jicha gullab yashnaydi-da, keyin shu bilan bo'qam itam tanimaydigan bo'lib, yo'q bo'lib ketadi. Men sizlarga aytgandim-ku, boshda chiqqandayoq aytgandim. Bular jicha populyarniy bo'ladi, faqat X Factor krutitsa. A potom itga ham kerak yo'q, artistlar bo'lib ketishadi deb. Men mashlarni ko't deb chiqqanimdan beri sport zaldan chiqmaydi Melibayev. Umuman sport zaldan chiqmay qo'ydi. Menga atab o'sha ikkita artist qo'shiq aytib chiqdi. Muniz deyman, Manzura ikkita qo'shiq atadi menga. Ey zolim g'iybatchilar, unisi ham yubka kiyib olgan erkaklar, senga o'xshab biladi, oppoq ko'timi. Yana deylar, ana sikishayotganda ikkosi ham cho'chog'iga temir taqib olgan deylar. Hali tez qancha qilib qo'ymaydigan apparat bor-ku, deb taqib olishadi temir. Ashtaqa taqib olgan, uzoq tikish siktirmoqchi bo'lganda Elyor Melibayev. Bu gaplarim yolg'on bo'lganda allaqachon meni sudga berishgan bo'lardi, bilasizmi? Allaqachon peripiskani ekspertizaga berishib, tekshirtirishib, meni sudga berishgan bo'lardi allaqachon. Nomimizni, sha'nimizga dog' tushiryapti deb. Jam o'tirishibdi-yu. Qo'shiq yozib o'tirishibdi. G'iybatchilar deb. Ozoda opani mafiya oilasi deyishadi, to'g'rimi? Hech qanaqa mafiya emas. Hech qanaqa mafiya emas. Mafiyada pul ko'p bo'ladi-yu. Qanaqa mafiya? Mafiyada pul ko'p bo'lish kerak-ku. Shap etib to'lavermaydimi o'zini sha'niga dog' tushirmasdan, siraza. Operatsiya bo'lgan kuninglar shap-shup qilib, bir oydan keyin oyoqqa turib ketgandan keyin ikkinchi operatsiyani qilamiz, gap chiqib ketmasin deb shap qilib bermaydimi 4 oy sudrab yurmasdan? Puli ko'p bo'lsa shap etib to'lavermaydimi? 4 oy sudrab yurdi, keyin men chiqib voydod deganimdan keyin voydod meni sha'nimga dog' tushirishyapti deb chiqdi. Вам понравилась песня Эльора? Я ее творчеством не слежу и не слушаю его песни. Это же исчезающий сорт певцов. Как его зовут? Фазлыдын, Эльор. Это просто в краешке существующие артисты. Потом пропадут. Зачем их слушать? Надо слушать Дельназ, Муниса Ризаева, Афруза. Вот этих надо слушать. Alisher Uzoqov haqida gapiring, opa. Alisher Uzoqov endi Alisher Uzoqov yoshlarni yaxshi ko'radi. Alisher Uzoqov xotini bilan yashamasligini bilasizlarmi? Alisher Uzoqov xotini bilan yashamaydi. Prosta nomiga eri xotin bo'lib yurishadi. Assalomu alaykum. Alisher Uzoqov uchotda turadi. Lil haqida gapiring. Alisher Uzoqov Lilni yoshligida 18 yoshida olib borib maza qilib dam olib keldi Dubayga, keyin shap etib kechivardi. Потому что qaridi-da Lil, u yoshlarni yaxshi ko'radi. 17, 16, 15 yoshli bolalardi. Alisher Uzoqov. Shuning uchun sirazi xayrlashishdi ikkalasi. Jasur Umirov erkak. Qizlarni yaxshi ko'radi. Shoira Otabekova nega Kokoshni kimligini bilasizlarmi deb chiqdi. Endi Shoira Otabekova ham haliga PRdan qolib ketgan xotin bir narsa qilib alamli Lola eski qo'shiqlarini bitta hiti bor, ashuni qayta aylantirib bir narsa qilib bir joylarda chiqib qolay deb yuribdi-ku. Endi Shoira Otabekova ham shunaqa qilmoqchi-da. Endi bir narsa qilib hajabi bunday qilib bo'lsa ham shou biznesga qisilib qolay. Hajabi burchagidan qisilib qolay. Hajabi jicha joydan qisilib qolay deb endi bir narsa qilib yugurib yuribdi-da, bechara ham nima qilsin endi? Nima qilsin? Shoira Otabekovani ham jalqa.
Kokosh молодец, hech qaysini ko'tini ochmadi. Biror marta birortasini shu paytgacha kasal bo'lgandan beri hammasi ana endi men gapiraman Kokosh kimligini deb Shoirotabekova u yoqqa yugurdi. O lesbiyanka meni bolamni o'g'irlab ketgan. O lesbiyanka meni bolamni o'g'irlab ketgan. O lesbiyanka deb hamma yoqqa yugurib Kokoshni yomonlab yurdi. Abbos ham yugurib yurdi, Kokosh narkoman, Kokosh narkoman, Kokosh narkoman deb yugurib yurdi, lekin Kokosh biror marta birortasini chiqib yo narkoman demadi, yo bir narsa demadi, yo yomonlik demadi, yo u unaqa demadi, yo lesbiyanka demadi, hech narsa demadi. Bechora jim yotib davolandi. Birortasini orqasidan yugurib yurib g'iybat qilmadi shu qiz, hech qachon. Luiza Rasulova, вот men lично taniyman Luiza Rasulovani. Sizlar o'ylayotgandaqa internetda yomon qiz ko'rinishi mumkin, hayotda juda ham dobraya, juda ham хорошая, juda ham adekvatная, juda ham maftunkor, go'zal ayol, bilasizlarmi? Xarakteri juda ham zo'r. Вот Munis opa, Luiza opa shunday telefon qilib, shunaqa odam chiqib qoladi, yordam berib yubormaymiz. Misol bo'ldi. Kartasini toping, nomerini bering. Давайте, organizуем deydi har doim. Ayniqsa Munis opa kechasimi, kunduzimi, любой moment telefon qilib shunaqa bo'pti. Bitta qiz Peterda bolasi bilan 7 oylik bolasi bilan ko'chada qolib ketdi desam, bo'ldi, biletini olib beramiz. Qayerga olish kerak? Nima qilish kerak? Ana Makkatullohda esinglardami? Bitta odam qolib ketdi Makkatullohda. Hech kim bilmaydi u istoriyani. Sabrinaning situatsiyasidan keyin Makkada ko'pchilikda aldab, turfirma aldab, borsa gostinitsa yo'q, ko'chada qolib ketgan ekan. O'sha bolaga Munis opa o'sha yerda ham cho'ta xuynya bo'ldi, hozir aytib beraman sizlarga. Munis opa gostinitsa olib berdi. Madinadan 20 minutlik yo'l ekan. Boshqa gostinitsa yo'q, umuman yo'q. Makkadan 20 minutlik yo'l ekan. Olib beramiz desak yo'q deydi. Menga yo'q, unga rozi bo'ldi, u yerda qoldi. Keyin u yoqda Munis opa hamma bilan tanish qilib, u odamga joy gaplashib bersa, joy yo'q. Endi o'zingizlar bilasizlar-ku, ro'zani tugayotgan payt edi, odam hamma Makkada joy yo'q, gostinitsalar yo'q. Keyin u yoqqa borgandan keyin yo'q deydi, Munis menga VIP olib beraman degan-ku, VIP отдельно olib bersin, top bersin debdi. Shok bo'lib qoldim eshitib, представляете? Bilet olinuvdi, biletda kerak emas menga bilet, menga gostinitsa qilib bersin. Biletni atmen qilib yarim puli kuyib ketdi. Munis opa yaxshilik qilaman deb bechorani baloga tiqib qo'ydim. Gostinitsaga joylashtirishsa, endi o'zbek odamlar bor ekan, yonidan joy qilib berishsa, gostinitsa yo'qligidan. Menga deydi, soat tagidan joy qilib bersin, gostinitsadan VIP olib beraman degan-ku, menga Munis debdi. Shunday uyalib ketdim Munis opaning oldida. Voy, betim chidamay qoldi. Zinurani taniysizmi? Da, конечно, taniyman. Taniyman, конечно. Rasmin qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi yuribsizmi? Отсутствует подключение к интернету. Jahogir Otajonov nima deysiz? Men tanimayman ularni. Unaqa odamlar eshitmayman umuman. Men hayron qolaman. Bu agar men birorta праздник, мероприятие qilganimda, konsertga umuman Manzurani chaqirmasdim. Nima keragi bor? Fanak odamni san'atidan kayf qiladi, to'g'rimi? Qo'shiqchini chaqirsangiz, живой muzikadan, живой san'atdan, populyarniy qo'shiqlardan kayf qiladi. Manzura kelib fonogrammada aytib ketadi. Nima keragi bor? Fonogrammada men ham makiyaj qilib Manzuraga o'xshab chiqib aytib ketaveraman. Nima keragi bor uni chaqirib to'ygan? Elyor bilan Fazliddin nima bo'ldi? Elyor bilan Fazliddiningizga aytib qo'ying. Biz tekshirib ko'rdik, kimlar sikishib yurganini, u odamni SMBga chaqirishdi, tekshirib ko'rishsa, u bola VICH infitsирован ekan, spid ekan. Так что Elyor Milibayev bilan Fazliddinga aytib qo'yinglar, borib analiz topshirsin, обязательно. Dilfuz opa Jasmin Dilfuz opa mujik ayol, Dilfuz opa Ismailova королевская женщина. Королевская женщина. Men взрослый ayollardan Toshkentda Dilfuz opa Ismailovani, Janon opani juda ham hurmat qilaman. Такие
Такие ayollar, прям ayollarni ham ayoli. Расскажите, пожалуйста, почему покинули Россию? Потому что я не могла за границу выезжать. Уже стало страшно на улице ходить. Уже стало страшно что-то покупать, деньги крутить. Я крупными деньгами работаю. Я не могу все время в страхе жить. Завтра что-то проверить. Завтра деньги отберут. Завтра мой бизнес отберут. Вот так не могу я жить всю жизнь. Я должна расслабиться, я должна отдохнуть, я должна за границу выезжать. Каждый раз, когда я за границу выезжаю, возвращаюсь, блядь, в аэропорту 18 часов, 9 часов, 5 часов сижу. Просто я не нравлюсь. Просто за то, что я блогер. Я уже устал от такой жизни. Farida va Timur haqida gapiring. Faridani bolasi tushib qolibdi, eshitgan bo'lsanglar, mayli. Ular haqida gapirmayman. Farida xonim juda ham qiynlanyapti hozir. Yomon narsalar gapirmayman. Милибаев спел песню очень некрасивой, что скажете? Ну, пусть поет, как-то мне неинтересно. Когда я говорю, что они гомосексуалисты, они всегда песни поют. Думают, что они правы, смоют свой грязь. Другого заливать грязью, они думают, так защищу себя. Нет, все равно геем останутся. Потому что я своими глазами видела же. Я же не могу выставлять порнографию везде. Я же своими глазами видела, что они ебутся. Ну, другого слова у меня нет. Nima uchun turadi Uzoqov? Извращенец. Manzura ne yomon ko'rib qolgansiz? Manzura 2000 Munisopani konserti qachon bo'ldi Piterda? 2017mi, 2018mi yo 2016mi? 2017mi, 2018-yilmi konsert, Munisopani konsertidan keyin fevralda 17sida bo'lganmidi ekan, 16sidami, 18sidami bo'lgan Munisopani konserti. Munisopani konsertini o'tkazdik, Munisopani O'zbekistonga jo'natdik. 31-mart kuni meni tug'ilgan kunim edi. Asalxonaga kelgandi o'sha yili, tug'ilgan kunimga Asalxonaga kelgandi. Rustam xo'ja kelgandi, hammani kutib olib, endi mehmonlarimni kutib olishim kerak. 26-mart kuni Manzurani Piterda konserti edi. 50-martamikin, 60-martamikin odam to'plasha olmasdan meni Manzura videovizovda chaqirdi. Videovizov qilib, Kamola menga videovizov qildi, Manzura yonida o'tirgan ekan. Keling konsertimga keling, meni podдержка qiling. Keling dedi. Men aytdim, 31-kuni meni tug'ilgan kunim. Hozir hamma yo'lda tashab keta olmayman. Katta restoranda organizatsiya qilib tug'ilgan kun qilyapman. Ming bor uzr, bora olmayman dedim. Telefonni o'chirdim. Konsert 26-kuni o'tgandan keyin 27-kuni intervyu beryapti. Ой, непонятно, это эркак или ayol, я не понимаю, трансов не люблю, уроды, туда-сюда deb intervyu beryapti. Ertasi kuni. Oy yibanashga kecha yalinib yotdi konsertimga bering deb. Konsertimga keling, reklama qilib bering deb. Ertasi kuni meni yomonlab chiqdan Rustam Rahmonov bilan birga. Oy yibanashga parik kiymay yur, qanjiq deb kelmay urishib ketganman. O'shandan beri itimdan battar yomon ko'raman. 6 ko't qasamxo'r. Hijobga kirib olib otim buva bo'ldi. Liliput eri bo'lardi bir vaqtlar. Domla, mulla. Hijobga kirgizgan mulla. Rosa sikishib yurishardi. Qari mulla bilan. O'shandan keyin yomon ko'rib qolganman. Откуда у вас такие информации? Я потому что связана кое с кем. Поэтому такие много информации. Kim biladi, u odam qatdan pul ishlaydi. Qaysi odam? Necha kilogramm ozdingiz? 6,5 kilo.
Mayli asallari men chiqdim, tepadan tinmay сообщение kelyapti. Kimdir g'iybat qilyapti. Srochno qarashim kerak. Men sizlarni sevaman. Muhabbatsizlarni tark etmasin. Biz hammamiz baxt. $35,000 mana shunaqasiga ishlatib, restoran yurib, самый дорогой коктейль мне, onamga viski deb o'tirishibdi. Bo'ldimi? Go'zallikmi? Ha? Tinchlikmi? Ya'ni asallarni ham olib tushib ketinglar, men yemayman, ha. Asalni olib tushib keting, yog'ni olib tushib keting. Sirni olib tushib keting. Ana yong'oqni bersangiz 2 dona yeyman mayli. Aziz rosa katta bo'lib ketdi. Og'zim qo'toq yaxshi so'ramanda, opa, shuning uchun og'zim katta. Maza xalq to'plab bergan pulni yallo bismillah qilib, mashina qilib, dukkon deb klublarda yurib, dukkon qilib yuribdi, maza qilib ona bola. Sizlar o'tiribsizlar. Bu yeng? Qolmagan. Qayerda qolmaydi? Sep yotdi bizniki. Kichkina bor-ku. U ishlatmay qo'yar ekan, yog'lama bo'lib qolar ekan, ishlamay qolar ekan. Ancha berib yubordim men Guliga. Men duxul qo'yyapman, opa. Duxi qo'ying o'tsin. U yog'lama qilib qo'yar ekan. Nilufar qaygan. Nilufar Tojikistonda. Tojikiston sora yuzlandi. Kirdi o'jum qilaring. Men Qanday o'jim qivardingiz? Yuvilmagan kirdi. Yo'rmagan qanday o'jum qildingiz? Yo'lmaganmi? Yo'q. Tepadagilarni ham olib chiqib qo'shib yuboring. Olib keldim, opa, tepadagi. Solib hammasini qo'shib yuboring. Hammasini soling endi, bir sredstva qo'shib toporish kerak hammasini. Ha, ba'zisini ham. O'qing, nimani o'qing? Chiqmaydi. Это original. Kofeni sut bilan shakarsiz ichasizmi? Kofe ichmayapman. Kofe ozdiradigan kofe ichardim, hozir uni ham ichmay qo'ydim. Tapchkani olib bersangiz, ho'l qilib qo'yibsiz, maytni hozir yursam dog' bo'lib qolaman. Ha. Yoki qo'yib qo'ying. Hammani sizlab gapirasiz, ha? Da. Opa qalis tuzums nil ichyapsizmi? Ha. Ichyapman tinmay. Hozir ham ichdim. Rosa yaxshi ko'raman. Nega? Anittegisini olib bering-da. Rosa sevib ichaman. Mana bo'ldimi? Tepaga artmadingizmi? Artdim. Juda o'xshamayapti. Mana Lera, ana uni oching. Ha, shuni olib bering. Ha. Mana shunisini juda ham sevdim. Ishonasizlarmi? Tugadi уже почти. Mana ozgina qoldi. Shunaqa vkusini sevdim. Вообще 23 ta vitamini bor. Juda ham mazza qilib ichyapman. Yeyotganim shu ikkita 3 ta dolki этого ореха, yong'oq, 3 ta tuxum. И все, больше ничего не ем. Oygul qani? Menga aytding. Onang domidan Oygul. Men nima Oygulingga qo'riqchimanmi? Yeban, o'zimning uyimdaman men. Ular o'zlarining uyida. Dalbayob, блядь. Kayf qilamanda gaplaringizga vashi kotib qolaman kulib. Kulim. Nilufar nima ketdi? Onangni olmay ketadimi? Nilufar Peterda-ku, dalbayob. Ha, yuvib tashlang hammasini. Hammasini idishtoqlar yuvib taklab olib qo'ying tepaga. Почему ты такая красивая? Я не красивая, я обычная. Спасибо. Боже мой. Viza chiqdimi? Chiqdi. Chiqdi-yu, ketdi. Воскресенье kuni bitta opamiz bor, Anor opa. Anor opani o'zini restorani, Anor opa kechiring, menga nima deydi? O'zbek restoran prezidentimiz, O'zbek restoran butun davlatda, короче,
elitniy o'zbekskiy restoran, kafe ochsangiz, короче, $25,000 berar ekan. Keyin yordam ana produktlar hamma yordam jo'natar ekan, короче, yordam berar ekan rivojlanishingizga. O'shaning kecha menga Anor opa aytibdi, "Davay ikkalamiz ochaylik" dedi, restoranni dedi. O'zbekcha restoran, shuni o'ylab, воскресенье kuni biz ketamiz ot mingani, mashina mingani, короче, anaqa aylangani. Voy, lekin Rossiya ham odam. Biz uradi. Hammasi go'dakka. O'shanga aylangani ketamiz. Men sen qilib yurardim, o'z administrator bo'ldim. Sizni quvib haydaydi. Administrator bo'laman. Nima qilib qo'rqitib yubordingiz? Men chiroyli qilib taklab qo'ydim. Joy darajasiga otdim. Meni uyimda narsa yo'q, joydari narsa. Hammasi joyida chiroyli. Понятно. Nega bana eshitdingizmi, opa? Nima qilgan? Rossiyaga bormaysizmi? Yo'q. Shahrom akangiz bilan nechagacha siqishdingiz keyin? Qanaqa shahram? Shahram emasmi, opa? Bilmay ish qilibdi, ha? Laqabi. Ismini aytmayman-ku, xalq oldida. Sekin aytaman. Tiqo voy o'lay. Yo'q, ismi emas. Gavdangizni baribir erkakman deb turibdi. Qo'ttog'imni qoq uchidan yebsiz. Qo'ttog'imni qoq uchidan qoq qilib so'rayapsiz, akajonim. Menman degan ayollaringizdan badanim, yelkam juda ham go'zal, ko'rganlar biladi. Qisib o'tiring, kirtashaq. Oldi sariq, orqasi korishniy, tursigingizni yuving хотя бы birarda bir bijib ketdi уже. Zirani hidi kelib hamma yoqda bijitdingiz. Тоже мне. Opa? Ha? Sen. Ha? Ha, u bora yo'q. Nima? Voy, o'ylay. Klientchi? Hali taksida yuraverib, qo'lim qorayib ketibdi. Oyog'im oppoq, qo'lim qora. Hamma yo'g'im zagar qilib kelishim kerak endi borib. Xudo xolsa 6-kuni Kamol opalar bilan manikurning saloni bor, Kamil opalar bilan Alaniyaga ketamiz. Mashina arendavat qilib, Alaniya, Antaliya, Bursa, Kapadokiya qilib aylangani ketyapmiz. Ekskursiyaga bir 6-7 kunga. Mazza qilib Turkiyani kezib kelamiz. Hostaqlarda mashhur pishirishdan bo'lsa. Mazza qilib. Turmushga chiqmaysizmi, opa? O'zingizga eri yo'q, opa. O'zi eri yo'qligidan 3-4 xotin bo'lib terib olayotgan bo'lsanglar, menga er qayerdan chiqadi, opa? Men o'ynashni yaxshi ko'raman. Когда в Таиланд поедете? Косметолога жду, 5 числа приедет, после этого в Таиланд улетим. Просто она мне не дает самой улететь. Ketmang, billa boraylik deb qo'ymayapti. Shunaqa gaplar. O'ynab yuraman, mazza qilib o'ynab klub muhabbatning o'tida ikkimizning mana kalbosh nima xohlaydi? Effektni bir narsa nima deydi hozir? Xotun bo'lsam-ku, bez effekta o'tirchi qani erkakchami? Effekt причем плечамga, yelkamga effekt tegmaydi-ku, aka. Effekt только yuzga tegadi. Yo'q, o'ta xorda o'g'li. Effekt оказывается yelkalarimni kichkina qilib ayol qilib qo'yapti ekan meni, tushundingiz? Vijdon qani? Oqibat qani? Shunchalik o'zgarganmi biz, ayting ayollar, yoshligim mani. Kiraj qaraydi, kerakmi? Ha? Kirlar chiqarib qo'yinglar. Yotganini qaranglar. Katta qilasin degan. Кыргудышек. Маза. Приветик всем. Здравствуйте. Lil ko'tarilib ketdi-yu, qanday ko'tariladi? Qaytib kelsa yana pastga tushadi. Hech xavotir olmang. Kan festivalida endi berib kelish kerak-ku bir ikkitasiga bechara. Bu yerda berdirtirmayapman men Toshkentda, ko'tini kovlab yuribman.
bera olmayapti. Endi chet elga chiqib berib keladi-da. Boshqa vizajistlarga o'xshab, bir ikkita vizajistlarga o'xshab. O'zbekistonda bermaydi, чтобы ko't ochilib ketmasin, uchut yo'qib qo'ymasin deb. Shuning uchun bosh chet elga chiqib berishadi. Ko'p aktyorlarimiz ham shunaqa qilishyapti. Bitta bolani ilashtirishib olib, chet elga chiqib ko'tini berib kelishyapti. Alisher Uzoqovga o'xshab. Nima gaplar? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Такая красивая, спасибо. Boshingizga nima bo'lgan ekan boshimga? Bu yermi kestirganim, kecha yana bitta ip chiqdi bu yerdan. Ip qolib ketgan ekan, yechtirmagan ekanman. Shishlining qatidasiz. Shishlisidaman. Shishli bashimsho bu Montida. Sochi zo'r qalin bo'pti-ya. Da, so'y men qilgan narsalar siz ham qilsangiz, sizga ham qalin bo'ladi. Hozir cho'milib yuvinib chiqdim. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Vladikavkaz salom. Voy, opa qo'tabam Vladikavkazda. Keting endi Rossiyadan. Rossiyada tirikchilik qilgan bermaydi уже. Всё. Juda chiroyli ozibsiz, qoyil, rahmat. Harakat qilyapman endi oziyman deb. Harakat qilyapman. Kecha hali hech bola yemaganimga juda boshim aylanib, boshi o'zimni yomon sezib qoldim. Keyin majburlab ikkita tuxum, olma, bu narsalar yeb o'zimga keldim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha kilo vес tashladingiz? Oxirgi marta izbeshivitsa qilganimda 7 kun oldin tarozi zakaz qilib qo'yganman, hali yetib kelgani yo'q. 7 kun oldin где-то 6 kilo 400 gram где-то так было. Nukusdan salom, Nukusga salom. Messi Olimpiyaga, Messi я думаю. Shu. Salom yaxshilar, kulur bo'lib deyman. Ha, kulingda maza qilib kulsiz yosharasiz. Ana uni mening Lera zaryadkasini olib minishni bilasizmi? Chimodan olganman endi 6-kuni tusovkaga ketamiz-ku. Aylangani xudo xolasa Alanya, Antaliya, Bursa qilib Kamil opalar bilan ketamiz dam olgani. Bu chimodanda shu aeroportga o'tirib ketaman desam, mashinada ketamiz degan. Zaryadkasini chiqarib qo'yganman. Ana. Voy, teskari solyaptimi? Yo'g'on solyaptimi? Yoqing orqasidan knopkani ezing. Qizildimi? Yo'q, kichkinani bo'ldi yonda. Endi minsiz bo'laveradi. Mana. Yuring. 3-chi. Voy, sindirib yuborib. King Kongga o'xshaysiz. Ish, ужас. Voy, nima yo'q? Ketdi. Istanbulda aeroporti juda ham katta-ku, juda ham zo'rda bu chimodan. O'zim minib olib ketaman. Meni bo'yim kichkina bularkidan. Meni bo'yim kichkina. Bular 70 metrovый. Ko'chadagi deylik, keling. Lil faxrlanyapti, men o'zbekni tanitdim deb. Makiyajda ham, makiyajda tanitganiga faxrlanam. Uyatu. Kim u? Akarachka. Akarachka deyapsiz. So'klarni olib tushib ketinglar. Hammasini olib tushib ketinglar. Opa, Jizzaxga keling. Xo'p, boraman. Bo'ldi, bugun kechib qoldi. Ertalab sahar turib, qarg'a puq yemasdan Jizzaxga ketamiz. Tuya suv kerak bo'lsa bo'yib cho'zadi. Tuya. Bo'yib cho'zib ichib oladi. Tuya. Oramiz, Turkiya bo'lardi. Hozir tushunasizlar.
Привет из Андижана. Здравствуйте. Andijon viloyati Ulug'nor tumani Ulug'bek ko'chasi 4-uyda men istiqomat medonam qilganman. Здравствуйте. Красное пятно возле губ поможет гексион мазь. Ой, иди нахуй, пожалуйста. Иди нахуй. Твои пизде волосенькие, вонючие. Что поможет? Лучше пиздой займись. Тоже мне, блядь. Рыбой воняет отсюда уже. Пятно уходит уже, все. İyi akşamlar güzellik. İyi akşamlar. Nilufar qani, opa. Nilufar Rossiyada yaqinda burnini operatsiya qiladi. Zararga o'lyapti. Tepaga qochdim. Этот, kirdi o'jim qilib eshikni yopib chiqib ketaveringlar. Bo'ldi. Telefon Hayır. bormi, tepada? Yo'q, olib chiqib ketaman, конечно. Mana uni yuvib qo'yinglar, savobgarchilikka Xudo xayringizni bergin. Duo qiladi-ya, pepelniца sizga. Zaryaddan 1% qoldi, hozir o'chadi. Ay. Lesnitsadan ikkinchi etajga. Shundan ham ozib ketyapman men lesnitsada yurishdan ham o'zi. Bu yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa. Ay. Bu yerda men yashayman. Pastda birinchi etajda qizlar. Отдельно yashaymiz. Meniki 2 xonalik, ularniki 3 xonalik. İyi geceler. Ozibsiz. Ozidim-da. Juda ham qattiq ozidim, oziganda ham. Jasmin opa Shimkentdan salom, bu yerda bo'lganmisiz? Yo'q, yo'q. Qoch. Jasmin, pulingiz ko'p-ku. Nega mashina minmaysiz? Endi men Turkiyadaman-ku, asalim. Begona yurtda mashina minib nima qilaman? Endi xudo xolisa Toshkentga ko'chib borsam, uylarimni оформить qilib olsam, обязательно mashina olib o'sha yerda minaman. Bu yerda endi это так страшно mashina minish, qo'rqinchlik. Hamma tiqilin, ne yapıyorsun deb baqirishadi bir-biriga. Erkaklar shunaqa shallaqi, bu yerda urushqoq, voy. Birinchi kuni mashina urib olsam kerak, bu yerda baqir chaqirgan. Jinnicha. Turkiyaga ishlagani borsa bo'ladimi? Lutchi Turkiyaga kelish kerak. Bu yerda ish ko'p, dokument qilish oson. Politsiya xodimlari juda ham adekvatniy, normalniy. Rossiyaga o'xshab urib, sudrab olib ketmaydi. Birov bilan ishi yo'q. Dokumentingiz joy-joyida bo'lsa, mazza qilib ishlab yuraverasiz. Necha kilo edisiz, necha kilo bo'lmoqchisiz? 100 kilo edim. Hozir 93 qancha ham qoluvdim. 2-3 kun ichida yana где-то 2 kiloga ozdim shekilli. На кого вы учитесь? Я учусь на этого логистика. Aldama dokument ship bermayapti-yu. Hamma olyapti-yu. Dalbayoplarga bermaydi. Sengaqa ongi past tuparg'ilardim-da ko'ratda ko'ngli deb aynib ketib bermaydi. Gadoylar hech qachon hech joyda dokument qildira olmaydi. Rossiyada ham shu ahvol, Turkiyada ham shu ahvol, Dubayda ham shu ahvol. Sendaqa dalbayoplar qochoq bo'lib yurasan, gadoy bo'lib, senlarni nomingga boshqalar qolib ketadi. Hammaga beryapti. Hamma olib yotibdi. Hamma meni tanishlarim hammasi oldi dokument. Chiqoqliging uchun hamma aldab dokumentingni bermaydi, конечно.